Bu hozir tayyor holatda bemalol tuproqqa eksak bo'ladi. Qalin oq ildizdan mana shunaqa mayda oq ildizchalar. Bu hali tayyor emas, lekin aytganimdek shu holatda. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, bugun sizlarga natijani ko'rsatmoqchiman. 25 xonali mizni katta monsterani kesib qalamcha qilgan edik. Kanalda batafsil video bor, kim ko'rmagan bo'lsa albatta ko'ringlar. 6 ta shoxini kesib suvga solib qo'ygan edik ildiz ottirish uchun. Mana ayrimlarining ildizi tayyor bo'ldi. Buni bugun ekib qo'yamiz. Sizlarga xudo xohlasa hammasini ko'rsataman. Ikkitasini bo'lsa shu ildizi bor tegini biz tuproqqa ekib qo'yganmiz. Bular ham mana yangi shox chiqarishni boshladi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. O'zi bularga men bugun oziqa bermoqchi edim, lekin namligi shundoq ham ko'p ekan. Hozir oziqa bersam namligi yana ham ko'payib ketadi. Xudo xohlasa keyingi hafta men bularga oziqa beraman va sizlarga buni albatta ko'rsataman. Chunki bu birinchi muhim oziqa. Har qanaqa qalamchilar ildiz otgandan keyin yoki shoxlagandan keyin shu oziqani berish kerak. 6 ta suvga solib qo'ygan qalamchilarimizdan bittasi tayyor bo'ldi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Ildizlari juda ham chiroyli bo'ldi. Bugun hozir buni tuproqqa ekib qo'yamiz. Keyin men sizlarga 5 ta qalamchani ko'rsataman va muhim joyini tushuntirib beraman do'stlar. Albatta oxirigacha ko'ringlar. Monsterani ildizi qanaqa holatga kelgandan keyin tuproqqa ekib qo'yishni men sizlarga yaqqol ko'rsataman. Birinchi bo'lib shu tayyor qalamchani tuproqqa ekib qo'yamiz. Ildizlariga ahamiyat beringlar. Hozir qolganlarini ko'rsatganimda taqqoslashga kerak bo'ladi. Ahamiyat bersanglar, birinchi qalin oq ildizlar paydo bo'lgan, keyin oq ildizdan ustidan mayda oq ildizchalar paydo bo'lgan. Bu hozir tayyor holatda bemalol tuproqqa eksak bo'ladi. Qalamchani albatta o'ziga mos kichikroq tuyaga ekinglar, birdaniga katta tuyaga ekmanglar, bo'lmasam chirib ketadi. Va suvdan keyin qalamchani yengil, yumshoq tuproqqa ekish kerak. Shunda suvdan keyin ko'nikishi oson bo'ladi. Mana shu universal tuproq monstera uchun, har qanaqa aroidlar uchun juda ham mos tuproq, yengil, yumshoq tuproq. Mana shu tuproqqa ekamiz. Va ekib bo'lganimizdan keyin albatta hech bo'lmasa 5 kun, 7 kun biz yarim teplichka qilib qo'yishimiz kerak. Ya'ni salofan paket ichiga solib qo'yamiz, lekin tepasi ochiq turadi. Hozir ekib bo'lgandan keyin yana bir marta ko'rsataman. Suvda turgan qalamchani tuproqqa ekkanimizdan keyin birinchi o'rinda yaxshilab sug'orishimiz kerak. Tuproqning hamma joyi nam bo'lsin. Chunki bu qalamcha suvga, namlikka o'rgangan, endi tuproqda ham ma'lum vaqt namlik yuqori bo'lish kerak. Va aytganimdek 5 kun, 7 kunga biz yarim teplichkaga solib qo'yamiz, ya'ni salofan paketi ichiga solib qo'yamiz. Faqat salofan paketi tepasi ochiq tursin. Dimlanib qolsa chirib ketishi mumkin. Yopib qo'ymanglar, teplichka qilmanglar, yarim teplichka qilasizlar. Do'stlar, o'z kanalimizga albatta obuna bo'linglar. Xudo xolasa men sizlarga natijalarini ko'rsatib boraman. Va mana qora shahzodani ham qalamcha qilib qo'yganmiz. Buni ham xudo xolasa men sizlarga natijalarini ko'rsataman. Ildizlari rivojlanishni boshlayapti. Do'stlar, kim videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsa, sizlarga albatta kattakon rahmat. Bu xudo xolasa o'zingizlarga ham kerak bo'ladi. O'zi kim videoni oxirigacha ko'rsa, albatta izohda oxirigacha ko'rdim deb yozib qo'yinglar. Boyagi tayyor ildizni men sizlarga ko'rsatdim, eslab qoldinglar. Endi men sizlarga hozir farqini tushuntirib beraman. Mana shu ildizning misolida farqini tushuntirib beraman. Monsterani suvga qalamcha qilib qo'ysanglar, birinchi bo'lib mana shunaqa qalin oq ildiz paydo bo'ladi. Keyin bu qalin oq ildizdan mana shunaqa mayda oq ildizchalar paydo bo'ladi. Shu mayda oq ildizchalar kattaroq bo'lgandan keyin tuproqqa olsanglar, tuproqda o'sib ketish, tuproqqa qo'nib ketish foizi yuqori bo'ladi. Albatta bunaqa holatida ham tuproqqa ekib qo'ysanglar bo'ladi, lekin tuproqda o'sib ketish, o'sha qo'nib ketish imkoniyati ozgincha pastroq bo'ladi. Mana men sizlarga hozir bularni ko'rsataman. Bular hali hech qaysi tayyor emas, faqat bunisi ozgincha tayyor bo'lib qoldi. Bu ham ozgincha o'sish kerak shu qo'shimcha ildizlari. Hozir mana men sizlarga shuni ko'rsataman. Bular hammasi ildiz chiqazgan. Mana ahamiyat bersanglar, faqat birinchi o'sha qalin oq ildizlar paydo bo'lgan, shu oq ildizdan ustidan mayda oq ildizchalar paydo bo'lish kerak. Aytganimdek, xohlasanglar bu holatda ham ekib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun shoshilayotgan bo'lsanglar yoki qanaqadir sharoitingiz bo'lmasa, shunaqa holatda ham bemalol ekib qo'ysanglar bo'ladi. Faqat o'sib ketish imkoniyati ozgincha kamroq bo'ladi. Do'stlar, mana sizlarga shuni ko'rsatmoqchi edim. Albatta bizani kanalimizga obuna bo'linglar, Telegram kanallarimizga obuna bo'linglar. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa men sizlarga natijalarini albatta ko'rsatib boraman. Mana ko'rib turibsizlar, bu hali tayyor emas. Lekin aytganimdek shu holatida ham eksa bo'ladi.